Do'stlar, endi uyingizda turgan mana shunaqa bekorchi axlatdan oyiga 30-40 million so'm sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Buning uchun lapatkimizni shunday olamiz-da, shunday atqotimizga, ya'ni axlatimizga bitta taqib turib, shunday paqirimizga solamiz. Paqirimizga solganimizdan keyin mana shunaqa to'la narsamiz bo'ladi. Bitta to'kamiz, to'kilgandan keyin shunday qolipimizni olamiz-da, shunday yaxshilab bunimizni bekitamiz. Bekitgandan keyin akamiz yo'sha deb bitta kuchanib turib, bitta preslaymiz. Preslangandan keyin do'stlar mana shunaqa atqotimizdan g'ishimiz chiqar ekan. Bu g'ish o'zi qanaqa g'ish desalar, do'stlar, mana bunday gazoblok bo'ladi. Gazoblokdan ortib bo'lgan atqotlardan mana shunaqa g'ish ham chiqarsangiz bo'lar ekan. Aytganimizdek, bir donasidan 5000 so'mdan boshlab 10000 so'mgacha sof foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Ushbu joyimizga do'stlar polni liniyasi, mana bunday istedigan qozoni, undan tashqari 15 ta qolipi liniyalargacha cho'tki qilib berishsa, undan tashqari avtomat reskalargacha cho'tki qilib akalarimiz qilib berishgan, qirqib kesadiganlargacha bo'ladi, mana shunaqa kesib berar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, xuddi shunisi 6,5 ming dollar bo'libdi. Eng arzoni 1,5 ming dollar bilan ushbu biznesni boshlasangiz bo'lar ekan. Kimgadir shunaqa biznes qiziq bo'lsa, akalarimiz nomerlarini pastda qoldiring.